Salom do'stlar, men sizlarga bugun ajoyib yangilikni aytaman. Singapurdagi olimlar yomg'irdan elektr energiyasini olishni yangi usulini topishdi. Shunday qilib, uylarimiz yoki maktabimiz tomlarida kichkinagina elektr stansiyasi bo'lishi mumkin. Qachon yomg'ir yog'sa, bu tomlar yomg'ir suvidan elektr hosil qiladi. Yomg'ir tomchilari harakatlanish uchun tomda vertikal quvur yasalgan. Suv harakati natijasida zaryad ajralib chiqib, shu orqali elektr energiyasi hosil qilingan. Quvurga tushayotgan yomg'ir suvining 10% dan 12 ta LED chirog'ini yoqish uchun yetarli energiya ishlab chiqilgan. An'anaviy gidroenergetikadan farqli o'laroq, bu usul katta daryolar yoki suv oqimlariga muhtoj emas. Olimlar yomg'ir ko'p yog'adigan shaharlarda tomlarga shunday qurilmalarni o'rnatish mumkin deb hisoblashmoqda. Bu juda ajoyib, to'g'rimi? Shunday qilib biz tabiiy energiyani tejaymiz va atrof muhitini ifloslantirmaymiz. O'ylaymanki, bu xabar sizga yoqdi. Meni like va izohlar bilan xursand qilasiz degan umiddaman. Ko'rishguncha xayr!